Senin baygo. Şu cinayetçilerin ekmeğinden arığı bu. Karaganda onu tutuğan okşamamdı. Yurttaşlar tez kelip bana qaranglar. Padişah meni orduga mehmonga chaqirdi. Bayg'o'jam, bu degan jinoyatchilarni ipmog'idan arib tursa. Qalayim so'zlama. Bu degan esil mehmonlar o'ltirdigan ot harvisi soltak. Bayg'o'jam sarang bo'lib qoldimi nima? Dada! Abbas, harvini to'xtat. Mening ativorliq o'g'limga bir harvi tayyorlab beringlar. Abbas aka, bu zodi neymiş? Selimboy podshoning tishig'i tegib qo'yibdi ekan. Hozir tutib olib jazolamoqchi. Nasirdan senden ötürüp kalay. Dadamni qutqizib oldi. Nasirdan ötürüp kalay. Jiddiylashmagil turdi. Avval uyga qaytaylik, ha? Ali amma, nim qilay deysiz, ha? Men berib beyni qutqizib kelaman. Yo'q, apa. Ordunun qaravullari bek mustakam, siz qandoq kiralaysiz, ha? Shundoqmi borman? Agar siz berib qaytib kelamisingiz, turdi qandoq qiladi, ha? Shundoq nasirni to'g'rilaydi. O cho'qib amal tapalaydi, apa. Meni omoq qo'zam. Selim qo'zam. Bu zodi qandoq ish? Necha kun burun boyga qolib qopdim, shundoq bo'lib qoldi desa. Nemish bunda qo'yib qoladi? Ali amma, oldirma. Men berib sinab baqay. Boy, sen o'zingning nima gunoh qilganligingni bilamsan? Jiyan o'g'lim, biz arqi kunlik berib aylanib kelaylik qanda. Yana qalaymaqa so'zlaysan-ku. Meni ko'zga ilmaganlik gunoh hisoblanadi. Nima o ko'zga ilmaganlik degan? Bir ayli kishilar turib nima chiqib bo'lsan? Kelinglar, uni olib chiqib ketinglar. Shohim, ochiqlarini besvasla Shohim. Bayg'o'jam sarang bo'lib qopti. U hozir qo'shnilarini tonimaydi. Sen kim o? Hamma ishga aralashma. Uyay. Aslida sarang bo'lib qopti-da. Alilari bayga kamchilik qilgan bo'lsalar, men cho'qim bayning kesilini saqaytirganga va'da beraman. Bo'ladi. Agar u saq bo'lsa, undaqda u meni qasdan haqorat qilgan bo'ladi. U chaqda hargiz uni bo'sh qo'yib o'tmayman. Bayg'o'jamning bu kesilni davolamoq oson emas juma. Hopir tevib, begimning kesilini qancha tanga kassimi davolab saqaysizlar. Bo'ladi, men o'rnib baqay. Voy. Qandoq og'irdimi? Bek og'rib ketdi. Men jingni sanjib davolay. Bu bek foydali. Kasili. Bu foydanichi? Men chaqilib beraman. Oy, janu sarang. Nasıl sarang bo'pti bu? Tevib. Bechora Bayg'o'jam. Nasirdan sangras gap qilay. Boy tuyuqsiz bizning uyning nasabnomasini ko'rib kelib, mening buvamlar bilan podshohning buvlarining tuqqan ekanligini bilib, naqsh aytib usul o'ynab, mushundoq bo'lib qoldi. Qaraganda Bayg'o'jam haddidan ortiq xushal bo'lib ketib, ko'ngliga jin tushib qopti. Biz uni qo'rqitish usuli bilan davolab baqaylik, ha? Xonish kashib ketdi, nima ko'ryapsiz? Baldiroq oram eling, bo'lamdi. Alilari oila nasabnomada yozilishicha bir qism tuqqanlar xalq orasida ekan. Nima? Rost shundoq ish bormikan? Men nasabnomani boshdan oxirigacha ko'rib chiqdim. Rostila shundoq xotirlanibdi. Shundoqdimi boyning uydagilar emasdi. Uni bir nim demakdas. Boyga o'xshash undaq pixsiq bo'lmish qandoqmi xon oilasining tuqqani bo'lsin, bu mumkin emas. Nasirda, bu amal bo'ladimi? Meningcha chataq yo'q. Hamsi boshlaylik.
bu qitim chatoq chiqmaydi. Shundoq bo'ldi. Bayxo'jamning kayfiyati bakli yaxshi-ku. Hozirgidek bo'lsa bak o'ma qo'p qoladi ekan. Biz qanjamat avlodi, turishimiz qarag'aydek mazmun, chabdas, harakatimiz chaqqon bo'lish kerak. Dada tomoq yeyli. Mana. Begim, bo'ldi qislar. Mag'dur bo'lish uchun cho'qim tomoq yeyish kerak. Ha, og'zini asla. Begim, qandoq bo'lishlaridan qat'iy nazar, sizdan bir xabar olaman. Nima degan ta'sirlik? Bayxo'jam bilan Oliy ammam nima degan inoq. Ha, topdim. Amisa o'yinni rasmiy boshlaylik. Begim, meni qutqizasizlar. Bayxo'jam chiqdi, harakatlanaylik. Yaqin kelma. Begim! Sen... Sen lühçekler, men qat'iy kechirmaydigan ish qilishding. Esinglarda bo'lsin, hech kimning mening xotinimga chiqishiga ruxsat yo'q. Hech kim mening xotinimga chiqolmaydi. Xotinimga hech kimning chiqilishiga ruxsat yo'q. Xotin ko'zing ochqina, xotin. Ko'zing ochqina Begim, xotin. oxir asrga keldilar. İşqisi yo'q xotin, ishqisi yo'q. O'ngishilib ketdi-da. Ben yaxshi bo'ldi, nima degan ta'sir? Qarma, uyat bo'ladi. Endi hech bo'lmaydi. Bundan keyin har qanday ishda o'zimiz qilasizlar. Bayxo'jam oxiri esi keldi. Aliylari, bu mening ayolim Aliyaning oila nasabnomasi. Buni menga ko'rsatib nima qilasiz? Uningda Aliyaning bo'g'lari bilan Aliylarining bo'g'larining tuqqan ekanligi xotirlangan ekan. Nasirdan, boyning kesili saqaymadimi? Yana nima qalaymaqa so'zlab yurdi u? Ha? Bayxo'jamning kesili rostila saqaydi. Bu rost nasabnoma. Shohim, ko'rib taqsizlar. Bo'ladi, Abbos. Xo'p, Aliylari. Aliylari. Buningda buni men ko'rdim. Bu nasabnoma mush yerda qilib qolsin, yana tekshirib boqay. Aliylari, Aliya mening xotinim. Vaqtida men silinam. Bo'ldi. Hozircha qaytib turam.